Salom va xush kelibsiz Ultimate Car kanaliga. Siz bilan eng so'nggi avtomobil yangiliklari va tahlillarni bo'lishamiz. Bugun biz sizlarga 2025 yilgi Chevrolet Cobalt haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ushbu model yangilangan dizayni, zamonaviy texnologiyalari va byudjetga mos narxi bilan ajralib turadi. 2025 yilgi Cobalt tashqi ko'rinishi jihatidan juda zamonaviy. Old panjarasi kengaytirilgan, LED faralari esa unga sport uslubini beradi. Avtomobilning yon chiziqlari aerodinamik shaklda bo'lib, yo'lda yanada barqarorlikni ta'minlaydi. Orqa qismini ham ishlab chiqaruvchi yangilagan bo'lib, zamonaviy LED orqa chiroqlar va ixcham bagaj qopqogi bilan jihozlangan. Ichki makon esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylikni ta'minlashga qaratilgan. Salon keng va sifatli materiallardan tayyorlangan. Rul g'ildiragi ko'p funksiyali, old panel esa raqamli displey va infotainment tizimi bilan jihozlangan. 8 dyuymli sensor ekran Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Avtomobil Wi-Fi hotspot, Bluetooth va USportlar bilan ham ta'minlangan. Cobalt 1.5 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 110 ot kuchiga ega. U avtomatik va mexanik transmissiyalar bilan taqdim etiladi. Yo'l sharoitida tejamkorligi yaxshi bo'lib, shahar ichida va magistral yo'llarda iqtisodiy foydalanishni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tiborga loyiq. Unda ABS, orqa kamera, to'qnashuvdan ogohlantirish va avtomatik tormoz tizimi mavjud. 2025 yilgi Chevrolet Cobalt arzon narxi, zamonaviy dizayni va ishonchli texnik imkoniyatlari bilan o'zbek bozorida o'z o'rnini topishi kutilmoqda. Ayniqsa byudjet avtomobili izlayotganlar uchun bu model ideal tanlov bo'lishi mumkin. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, Ultimate Car kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Yangi avtomobillar haqida eng so'nggi yangiliklar va tahlillar bizda. Ko'rganingiz uchun rahmat.